Endi burun bitib qolishini sabablari juda ko'p. Ulardan bittasi bu sinusitli, ya'ni xalq tilida gaymarit yoki fransit bo'lishi mumkin. Ularning xillari ko'p. Yiringli fransitlar yoki gaymaritlar shunda burundagi ajramalar kelish, yiringli ajrama kelish, burun chig'anoqlarning ishib ketishi, bu hammasi burundan nafas olishga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa kechki payt yotganda odam gorizontal holatga kelganda shu yiringli ajramalar dimoqqa oqib tushishi va burun chig'anoqlaridagi ishlarni ko'payishi sabab bo'ladi. Ikkinchi sababi bu burun to'sig'ini qiyshuviligi. Endi burun to'sig'i qiyshuviligi bo'lgandan keyin burun bitishi bu odatiy hol. Notekis devor bo'lgandan keyin xohlasangiz xohlamasangiz ham burun chig'anog'i ishadi. Uchinchi sabab bu allergik rinit. Allergik rinitda ham burun chig'anoqlari kattalashib ishib ketadi, burundan to'xtamasdan suyuqlik oqadi. Bu sabablarni aniqlashtirish uchun lorga, lor shifokoriga murojaat qilishni tavsiya qilib qolaman.